Assalomu alaykum. Bugun mana Termiz Motion bozoriga kelganmiz. 5-iyul kuni. Keldim ustongiz. Narxini ko'rib chiqamiz. Elyor akam sherdan hozir ko'rib chiqamiz. Qancha bo'lyapti, qanchadan chiqadi narx, hammasini bir so'rab chiqamiz. Elyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'liqsiz, tinchmisiz? Qanday bo'lyapti? Termizda joyiga hammasi. Moshinlarimiz, mana Cobaltlarimiz keldi. Aha. 23. Ko'rsating moshinamizni. Qancha deyapsiz bunaqa? Buni tan narxi 128 million deyapmiz. Aha. Moshinamiz 64 ming yurgan. 4 ta mягкий balonda. Metani bor. Metani ham bor ekan. Ana ko'rib chiqasizlar buni. Ideal holatda ekan. Ya'ni Moshinamiz bitta oldi krылоска maydagan nuqtacha petnosi bor. aha. Moshinamiz tan narxi sizni kanalingiz Termiz TV kanalidan kelsa 126 million so'm qilib beramiz. 126 million. Ha, 2 million tushirib beramiz moshinangizga kelsa. Moshinamiz 8 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 800 dan. Oylik to'lov 3800 dan chiqyaptimi? Monitorchalar ham bor. Necha ming yurgan dedingiz aka? 64 ming yurgan. 64 ming. Halol o'zini probegi. 4 ta mягкий balonga xarajati yo'q moshin. Mягкий balonlar bilan. Keyingi moshinamiz 24-yil. Metani bor. Cobalt. Salonlarni ko'rib chiqasizlar. Buni qancha deyapsiz aka? Bu moshinamiz 130 million. Aha. Bitta eshikchasiga petnochasi bor buni ham. Bankdan bu ham 8 million bilan chiqadi. 128 million qilib beramiz buni. Oylik to'lovi 3 million 900 dan chiqadi. 3 million 900 dan. Chiqasizlar. 78 ming kilometr yurgan. Barlar ham bor. Moshinamiz juda zo'r, ideal holatda turibdi moshinamiz. Bir qo'l moshin. Salondan bir kishi haydagan. Ha, bir kishi haydagan. 4-maklendan eng qimmat metandan qo'yilgan. Moshinamiz ko'rsatilgan. Qimmat metandan qo'yilgan ekan. Keyingisi aka. Keyingi moshinamiz Midnight. Midnight qora 25 aytganlarga 4-pokoleniya propan qo'yilgan. Propan qo'yilgan 4-pokoleniya 34 ming yurgan. 34 ming yurgan. Kraskalar top toza. Ko'rib chiqasizlar. Salonlarni qarang, ham yashil chotchi qilib qo'yilgan mana bu. Moshinamizga xarajat yo'q, olgan odam mazza qilmaydi. Narximiz 145 million. Qancha qilib berasiz aka? Buni ham kelishtirib beramiz. 4-pokoleniya propan qo'yilgan, zapaskasi tushmaganda. Orqa stop qo'yilgan, eng qimmatidan qo'yilgan, originalidan qo'yilgan. Balonlarimizni ko'rsating, yangi balon qo'yilgan, mягкий. 4 ta mягкий balon qo'yilgan. Keyingisi aka? Keyingisi Midnight bu ham oq. Aha. 35 ming yurgan. 25 Midnight. Kraskasi top toza. Kraskasi top toza. Midnight Cobalt'imiz 2025-yil. Chipolatlari. Ya nakunami. Buni qancha deyapsiz aka? Buni 142 deganmiz. Aha. Buni xalqimiz mazza qilsin, bundan ham kelishtirib beraman. Bizni kanalga kelganlarga nima deysiz? Termiz TV kanalingizdan kelsa agar, nasib bo'lsa agar, faqat like bosinglar.
Mashinamiz mana aka, buni 138 million qilib beraman. 138 million. 156 million so'mlik mashina salonga chiqqan. Mashinalarni shunga arzon qildi, xalqimiz mazza qilsin, nasib etsa minsinlar. Boshdan qancha bilan chiqadi? 138 million deyapsiz? 138 million deyapman, 18 million bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milliondan chiqadi. 4 milliondan oylik to'lov chiqar ekan. Bu Cobalt-larimiz. Mashinamizni yili 23. 2023. Ko'rsating. 87 kilometr yurgan ekan. Do'stlar. Yili 24 yurganini ko'rsatdingizmi? Ha. 87. Mashinamizni kraskalar tozda. Yo'q. Bu ham 24. 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. Ham narxga keladigan bo'lsak 135 million tam narx. Kraskasi qanday bunaqa? Kraskasi toza. 2024-yil Cobalt-larimiz. 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. Gazi Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana yana bitta muxlisimiz ana aka o'tgan bozor mashina olganlar. Yoshman keng. O'tgan bozor Gentra oldilar. Metanda 4-paketni qimmat metandan Narxini qo'ygan. aytmadingiz? Narxi 135 million so'm. Aha. 15 million bilan chiqadi. 15 million bilan chiqadi. Oylik to'lov qancha bo'ladi? Oylik to'lov 3 million 700 dan chiqadi. 3 million 700 dan chiqar ekan. Keyingi Cobalt-larimiz. Bunisi ham 24. 2024 yil. Mana sizlar 51 ming yurgan kraskasi toza, salonlarini ko'rsating. Kraskasi top toza deyaptilar, 51 ming yurgan ekan. 4 ta yaxshi archa balon qo'yilgan. Aka salonlari. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxi 135 million bu ham. 135 Ha, million. buni ham 135 million, arqa stoplar qo'yilgan. Mashinamiz Ko'rib chiqasizlar. o'sha ideal holatda turibdi, mashinamizni ko'rsating. Qancha bilan chiqadi bu aka? Bu ham shunday. Bu ham 15 million bilan chiqadi aka. 15 million chiqadi, oylik to'lov Oylik to'lov 3 million 600 dan. 3 million 600 dan aziz do'stlar mana aka. Ko'rsating. 2024 Cobalt-imiz. Mashinalarimizda hammasini ana ko'ramiz mashinlarimiz. Bir qator bemalol. qator Termiz mashina. TV kanalidan kelganlarga nima deysiz aka? Termiz TV kanalingizdan kelganlarga bonuslarimiz, benzinlarimiz bor. 20 litr benzin quyib beramiz. Chiqollarimiz bo'lmasa chiqol toqamiz. Chiqollarimizga hammasiga bor chiqol. Ha. Bonuslar bor. Kelinglar bemalol mana aka bank orqali desangiz bank orqali, naqd desangiz naqd tushib beramiz. Narxlar batan kundan kun tushib ketyapti, narxlar tushgan sari qilib beramiz. Bemalol kelib murojaat qilishlaringiz mumkin. Ana yana bitta mashinamiz chiqib ketyapti, ana sotildi. Bu ham sotilib ketdi, baraka bo'lsin ular. Nomerlarni aytib chiqing aka. Nomerlarimiz 94lik 261 56 56 nomer. Aha. Keyin 90lik 247 9900 nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. 9900. Keyin 88lik 88 808 18 88 nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Bemalol murojaat qilaverasan. Cobalt-larimiz bor. Kelinglar, через bank beramiz bemalol. Bank xohlasang narx farqi yo'q.